Barselona klubi vakillari sobiq futbolchisi Lionel Messining Camp Nou stadioniga kutilmagan tashrifi sabab hayratda qoldilar. Futbolchi avvalroq stadionda tushgan suratlarni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan edi. Sport.es portalining Barselona klubidagi manbalariga ko'ra, Messining stadionga kelishi haqida hech kim xabardor bo'lmagan. Argentinalik futbolchining posti ijtimoiy tarmoqlar va yangiliklar saytlarida tez tarqaldi. Klub rahbariyati esa bu xabarni ishonchsiz qabul qildi. Messining stadionga qanday kirgani hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Klub hozirda ushbu tashrifda unga kim yordam berganini aniqlashga urinmoqda. Futbolchiga yaqin manbalar argentinalikning bu tashrifni klub bilan muvofiqlashtirmaganini va uni o'z tashabbusi bilan amalga oshirganini tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, Messi Camp Nou stadioniga 9-noyabr kuni kechqurun kelgan. U 14-noyabr kuni Ispaniya hududida bo'lib o'tadigan Angolaga qarshi o'rtoqlik o'yini uchun Argentina terma jamoasiga qo'shiladi.